9-iyun 2025-yil. O ana. Urganch markaziy dehqon bozori so'ylagan ho'kizlarni zo'rlari boraverasizlar ko'rishasiz, zo'r aytib beramiz. Zo'r. Publik ho'kiz. Nomer 4 ta. 68 million yaqinda sotib Telefon nomerini yozib qo'ygan. Keyin Tepadan o'ylab zo'r narsa qilib. bo'lyapti tepada. Ana, shu narsa Ana bolasi. İxtiyorli ho'kizlari jo'rami. Lekin buyni baqvat ekan bu. Boqqansiz deyman, tushunasizmi? Qolagin keling. Ja unchalik emas, chut-chut. Chut-chut. Necha pulga sotsa bo'ladi mana shu? Ana 65 million deyapti bittasini adashmasam. Yo'q, prost yo'q, shunaqa qimmat bo'ladimi? Hozir bu qarang, как minimum 1 tonnalikda. Yo'q, Ha, qarang tursin. Men 1 tonna go'sht chiqam. Voy 1 tonnali molni ko'rganman. 1 tonna. Go'shtning ish puli hozir. Yaxshisi 100 ming. 120 ming. Yo, so'yib olishda farqi bo'ladi-da uni. So'yib olishda, xo'p 120 ming go'sht bo'ladigan bo'lsa, 100 mingdan so'yib oladi menimcha. Chunki arzonroq so'yib oladi-da. Xo'p. 100 mingdan so'yib olganda 1 tonnasi qancha bo'ladi? 100 million bo'ladi? Ha? Ha? Oddiy, 65 million deyapti. 650 kilo endi. Yaxshi. Mollar qimmat bo'ladi. Siz mol boqib sotsangiz bo'lar ekan, tushunar ekan. Aka, men Instagramga kirsangiz, fermer edi. U prosta qiziqishga emas. Ana qayerdan keldi buni sen fermer degan nomi? Men bilmagan ekanman. U haqiqat yozgan ekansan deyapman.